hurmatli senatorlar, hurmatli deputatlar, nega og'zingizga mum tishlab olgansizlar? Ertaga sizlar o'lasizlar, ketasizlar. Sizlarning nabiralaringizga o'g'lingiz Xitoylikka qog'oz ko'tarib kiradi, meni korxonangizga ishga oling deb. Nabirangiz boshiga, Uyg'urlarning boshiga tushgan holat tushmasligiga kafolat bera olasizlar. 60 millionta Uyg'ur bor deyshadi. Ko'z oldingizga keltiring. 60 million Uyg'urni nafasini chiqarmay o'tirgan bo'lsa, biza butun mana shu respublikalar hammasi narbosi 60 milliondan sari oshsak kerak. Mana biza ochiq nimandir gapirsak, vatan xoini desinlar. Oltin konlarini, yer osti boyliklarini, gazlarni shunday indamay berayotgan deputat bo'lsa-da og'ziga mum tishlab o'tirgan sizlar xalq dushmanimi bizami? Qaysi kanal nima deb chiqishlar qat'iy nazar? Xitoy bizlar nimamiz hamkorimiz deb gapiradimi? Xitoy bilan bunaqa darajada hamkor bo'lishning mutlaqo keragi yo'q. Hamma deputatlar gapirsin. Yana bir marta aytaman, bor ishdan keting. Rizqni Xudo beradi. Nima shu deputat kreslga yopishib olgansizlar? Hurmatli senatorlar, nega jimsizlar? Nega davlat nimalarni birortasi gapirmaydi? Nega yozuvchilar jimsizlar? Nega bitta shu orden uchun jimsizlar? Bir tinga qimmat orden uchun, medal uchun. Nima uchun? Men sizlarning xoinligingiz uchun sen ham jim yur desizlar. Meni 6 ta nabiram bor. Men xohlamayman Xitoyga qul bo'lib qolishni.